Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan issiq va sovuq svichalar haqida gaplashib o'tamiz. Bu narsa haqida ko'pchilik ustalarimiz ham bilishmas ekan. Ishlab chiqaruvchi avtomobilni dvigatel parametrlariga qarab turib, issiqroq yoki sovuqroq svicha bilan avtomobil ishlab chiqaradi va keyinchalik ekspluatatsiyaga qarab turib tuning qilinadigan bo'lsa sovuqroq svicha, standart holda qoladigan bo'lsa issiqroq svicha qo'yish kerak bo'ladi. Biz bugun Enjik firmasi standartlari bo'yicha, ya'ni raqamlash standartlari bo'yicha gaplashib o'tamiz videoda. Ko'rishingiz mumkin 7, 8 raqamlari mavjud. Boshqa firmalarda shu raqamlar o'rniga 14, 15, 16 yoki 31, 32, 33 shunga o'xshash sonlar kelishi mumkin. Bu narsa haqida internetdan izlanib topsalar ham bo'ladi. Videoni boshlaymiz. Svichalar Cobalt, Gentrace, Nexus 3, Spark avtomobillar svichalari bo'ladi. Hammasi bir xil svicha. Faqat o'sha kaleniy chislosi bo'yicha farq qiladi. Zavoddan qo'yiladigan original jam svichi Enjik firmasini 7 kaleniy chisloli svichasiga to'g'ri keladi. Ichidagi razmeri bunda metal ichida nisbatan kamroq, chinnisi ko'proq bo'ladi. Shuna hisobiga tezroq qiziydi. Bu 8 kaleniy chislo eng ko'p magazinlarda hozir eng ko'p tarqalgan svicha bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunda metal ichida ko'proq va chinnisi kaltaroq bo'ladi. Bu metal ko'pligi hisobiga sovuq svicha hisoblanadi. Bu ko'proq o'sha tuning qilingan dvigatellarga mos keladi. Chunki u tuning qilingandan keyin balandroq оборотda ekspluatatsiya qilinadi yoki o'sha turbina qo'yilganidan keyin dvigatel balandroq gradusda ishlashni boshlaydi. Standart bo'yicha mana shu 7 kaleniy chislo svichani qo'yilsa, bu avtomobilda shu svicha va bobinasini umrini uzoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Issiq svichada kamroq nagar yog'iladi, ya'ni qurum kamroq yog'iladi va yoqilg'i yaxshiroq yonadi. Bu sovuq svicha tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, qish kunlari dvigatelda detonatsiya bo'lishligi va o'sha svichani tez pishishiga sabab bo'lishi mumkin. Tez qorayib qoladi sovuqligini hisobiga va yoqilg'i yaxshi yonmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaring bilan ulashib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.